Hey girls, bu mening birinchi Get Ready With Me videom. To'g'risini aytsam, чуть-чуть волноваться qilyapman, потому что hech bunaqa stilda gaplashib chiqmaganman. Bugun men sizlar bilan juda ham bitta необычный temada gaplashmoqchiman. O'sha yaqinlarim menga aytishadi-ku, Shahrizoda, men shuni olmoqchiman desa, men birdaniga ilhomlanib, ularga shu narsani olib bergim keladi. Men o'zimga kelganda, men u narsani olmayman. Просто жаба душить qiladi. Bu narsani men faqat yaqinlarim uchun qilmayman, menga реально qadrli bo'lgan insonlar uchun. Menga реально приятно yaqinlarimni shunaqa xursand, неожиданно xursand qilish. Bilmadim, balki bu ham bir qanaqadir kasallikdir. Eng qizig'i, men ular olgan vaqtidagi emotsiyasini ko'rib, xuddi shu sovg'ani o'zim olganday bo'laman. Синдром старшей дочери или не знаю, qanaqadir nехватка внимания ham deb o'ylayman. Но у меня все с этим, я думаю, все-таки нормально. Oldimdagi yaqinlarim sababli men o'zimga ko'proq расход qilib, xohlagan narsalarimni olishga harakat qilyapman. Meni xayolimda u narsani olsam bo'ladi, lekin hozir emas. Yaqinlarim Dilnoza, например, har doim tanlaydi yangi. Bugun olmasangiz qachon olasiz deb. Yaqinda men o'zimga rosa ham bitta narsa olgim kelib yurdi. Turmush o'rtog'imdan shunga pul so'radim. U kishi berdilar. Olish kelgan vaqtida men uni olgim kelmadi. То есть я не хотела тратить такую сумму на эту вещь. Понимаете, да? Dugonam Shodiya aytdiki, hozir sen shu pulni o'sha narsaga ishlatmasang, berilgan narsaga bu pul boshqa narsaga ketadi. Что-то проблемное, понимаешь, dedi. Я такая вот тут задумалась. Hozir haqiqatan ham shu Alloh taolo tarafidan berilgan pulni aytilgan joyiga ishlatmasam, u deganiki men bu narsani adusha xohlamaganman. Или же просто я попросила и не сделала, получается. С чистой совестью u pulni oldimda o'sha narsani o'zimga xarid qildim. И честно скажу, это было просто вау. Теперь, девочки, вы мне скажите, bunaqa kasal faqat menda bormi yoki sizlarda ham shunaqami?